Bugün hozir bitta video yoqilgan ekan. Hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan Mikko bo'laman. Bugungi videomizda biza hozir biza qishloqni uyga borib qaytaylik. Nima deymiz bilasizlarmi? Nima deymizda hozir? Qishloqqa bugun yangi video olamiz deymiz. Qishloqqa chiqsangchi, pachoga o'xshab uxlayvermasangchi. Kiryapman o'zi. Qishloqqa qatday. Qishloqqa qatday. What the? Taqildilar barakat. No, olamiz. Kundaligi manzil eski uy dedi. Nima bu? Mikkoni qutqarmoqchi bo'lsa, men Mikko manku. Yoki qishloqlarga Mikko deb yozmoqda. Eski umonaqda. No, men bormayman, qo'yaverayda. Yomon pachoda o'zi. Uyni qaranglar, olmos etib qo'yibdi. Lekin oldingi videoda meni qutqargandi. Borsam bikin, bormasam bikin. Hozir o'zi kelib qolar. Biz hozir meni o'ynatdim. Hozir yo'qoraman lekin. Babashim. Yo'qolmaydi. Hozir uyimdan yo'qorsam qishloq keldimi desam, yo'q, derazasidan poylaychi yo'q. Mayli, oradan necha soat o'tib boramiz. Do'stlar, hozir borganimizcha like bilan obunani bosamiz. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak, qishloqqa meni qutqargandi va endi men uni qutqaraman. Bunda tiqib qoldi. Olmoslarni olmos ketdi, olmay. Hozir to'xtab turinglar. Mana qishloqqa olmos. Mana olmos. Begonalar kirmas deb qo'yibdi ekan. Kiraymi yo'qmi? Kirimda baribir. Parkur. Menga parkur juda katta yoqadi lekin. Oh my god, bu avvalgi meni qutqargan joyi. Okay, bu o'tamiz. What the fuck? Buning ustim qilmabdi-yu. Qaysi pocho qilmagan buni shunchalarga borgandim. Pacholar. Hozir mening kellam ishlaydi albatta. Bloklarni qo'yib o'tib ketaveramiz. Ustuna qilmabdi kim bo'lsa ham. Hozir bir pacholar chora. To'xtab turinglar. Hozir qishloqqa qutqaraman degan kellam. Hozir baribir ham o'shaman aytaman-da ana. Shunaqada ish qil. Tezroq boramiz va qishloqni qutqarib, yangi video olamiz. Qishloqning yoniga uchamiz. Okay, let's go. Shuncha 1 soatda keldim, yugurib. Okay, mana qaranglar, ustida yana bitta blok borda mana. Okay, xarosh. Buni ustida qo'yibdi-yu. Nega men undan sakra olmadim? What the fuck? To'xtanglar, hozir
chiqib kiramiz dedi. Okey. Baribir qamalib ketdi. Xo'sh, to'xtanglar. Yomon pochoman-da. Shunaqa parkurdan o'tib bo'lamidi, do'stlar? Shunaqa parkurdan o'tib bo'ladimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Umuman o'tib bo'lmaydi. Men aslida sizlarga nimaga uchun parkurga tushib ketayotganimni aytaman. Men video cho'zilishini xohlayman va sizlar bilan o'ynashni yoqtiraman. Shuning uchun video cho'ziladi. Bu videoni darrov olib tashlanglar deyishinglar mumkin. No, men tezroq video ololmayman. Hozir buni buzamiz. Yo, what the fuck? Xo'sh. O temirlar bor ekan, temirga qaramaymiz. Ana ko'rdinglarmi do'stlar? Shu sekin o'tib ketamiz. Ko'rdinglarmi? Qishloqqa, qoch, men qochdim. Qoch bilan o'ldim. Qoch. Nimani kutyapsan? O'ldirsang-chi, men qochdim. Qochib ketyapman. Qoch. Qochsang-chi darrov. Ushmalar bilan seni o'ldiradi bir zarbada. Bir zarbada o'ldirib qo'yadi. Yo'q, qishloqning gapiga qaramaymiz dedi. Yo! Pochona tezroq bo'lsang-chi, kel. Men qochib ketdim urishib. Zo'rdan qochdi bo'lsa. Tezroq bo'lsang-chi, yoraman hozir pochona. Pochon so'rashab, pochon nimaga kelib kelmading? Bo'ldi, katta o'zing eplab olarsan. Okey, qishloqqa ham ushdi. Ko'katma. Shunga nima? Yo'q, bu okeysanmi? Nima mana keldim mana nimaga? Mana keldim-ki. Qishloqqa qattiq qochaman. Bu yerdan qochib ket. Bu yerda yo'l bor ekan. Yana eshikni buzib o'tirmayman. Nima? Kalla ishlash kerak. Yoki qochamiz. Tezroq qoch, unda bomba portlab qo'ydi. Bo'ldi. Yo'q, hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan mikka bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozir bomba portlaydi.